Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Men jarroh koloproktolog O'rmonova Nilufar. Bugun dolzarb bo'lgan muammolardan, ya'ni gemoroy operatsiyasidan keyin uchraydigan asoratlar haqida gaplashamiz. Operatsiyadan keyin qanday asoratlar bo'lishi mumkin? Bu savolni har bir bemor beradi va bu to'g'ri savol. Chunki internetda ko'ramiz, kimdir juda kuchli og'riq bo'ldi deydi operatsiyadan keyin, kimdadir juda oson o'tdi deb yozadi. Bu nimaga bog'liq? Bir necha omillar. Demak, shifokor tajribasiga, operatsiya usuliga, kasallik darajasiga va operatsiyadan keyin bemor qay tarzda turmush tarziga rioya qilishga bog'liq. Keling, operatsiyadan keyin qanday asoratlar bo'lishi mumkin ko'rib chiqamiz. Demak, ko'p uchraydigan asoratlardan biri bu og'riq, qonab qolishi, infeksiya, yallig'lanishlar, bemorda psixologik travma, orqa anal sohasida torayish yoki aksincha bo'shab qolishi va qayta gemoroy paydo bo'lishi. Eng ko'p uchraydigan holat bu og'riq. Bu tabiiy, chunki operatsiya qilingan sohada to'qimalar tiklanadi. Ayniqsa birinchi kunlari operatsiyadan keyin diskomfort kuchliroq bo'lishi mumkin hojat vaqtida. Ayrim holatlarda og'riq kuchli bo'lishi mumkin. Bemorlarda qabziyat kuzatilsa, noto'g'ri ovqatlanish, kam suyuqlik iste'mol qilishi hamda psixologik qo'rquv bo'lib og'riq kuchayib ketishi mumkin. Keyingi kuzatilishi mumkin bo'lgan asorat bu qon ketishi. Albatta, operatsiyadan keyin birinchi kunlari bemorlarda hojat vaqtida qon bo'lishi, oz miqdorda qon kuzatilishi bu tabiiy. Lekin agarda qon miqdori ko'p bo'lsa hamda kun sayin ko'payayotgan bo'lsa, unda bu holatda albatta mutaxassisga ko'rinish kerak bo'ladi. Yana bir asorat bu yallig'lanish va infeksiya. Bu holat shaxsiy gigiyenaga rioya qilinmagan holatlarda uchrashi mumkin yoki organizmda boshqa qo'shimcha kasalliklar, ichak tizimida yallig'lanish kasalliklari bo'lgan bemorlarda kuzatilishi mumkin. Ba'zi bemorlarda afsuski operatsiyadan keyin psixologik qo'rquv paydo bo'ladi hojatga chiqishga. Chunki bular yillar davomida gemoroy bilan azoblanib yurgan, hojatga chiqqan vaqtida qonashlar, og'riqlar hisobiga bemorda surunkali ravishda psixologik travma paydo bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun operatsiyadan keyin ham shu narsa bularda davom etadi, saqlanib qoladi. Bu holatdan chiqarish uchun biz bu bemorlarni albatta nefropatolog ko'rigiga yuboramiz hamda birgalikda ishlaymiz. Ayrim holatlarda anal kanalida torayish kuzatiladi. Bu ko'pincha demak jarayon katta bo'lsa, gemoroyni katta bosqichlarida bemor juda uzoq yillar davomida yurgan bo'lsa, kuzatilishi mumkin. Keyingi muammo anal kanalini bo'shab qolishi. Ya'ni gaz yoki suyuq axlatlarda ushlab qolish funksiyasi pastlab qoladi. Bu ham operatsiyadan keyin uchrashi mumkin bo'lgan asorat. Buni ham sababi bir nechta. Bu shifokorga ham bog'liq bo'lishi mumkin, shifokor tajribasiga yoki bo'lmasam bemorda kasallik darajasiga bog'liq bo'ladi. Nimalarga ahamiyat berish kerak? To'g'ri ovqatlanish, ko'p suyuqlik iste'mol qilish, ich qotishiga yo'l qo'ymaslik, uning uchun kletchatkaga boy bo'lgan mahsulotlar iste'mol qilish kerak. Aytgancha, kletchatkalarga boy mahsulotlar haqida silkani, ya'ni havolani video tagida qoldiraman. Ko'rib chiqishingiz mumkin. Hamda shifokor aytgan vaqtida bemor qayta ko'rikka kelish, shaxsiy gigiyenaga rioya qilish, og'ir jismoniy harakat qilmaslik, uzoq vaqt cho'kkalab o'tirmaslik. Azizlar, eng muhimi har bir bemorga individual yondashuv bo'lishi kerak. Chunki organizm hammada har xil. Shuning uchun azizlarim, internetdagi maslahatlar bilan emas, balki proktolog mutaxassis ko'rigidan keyingina tavsiyalarga rioya qilish kerak. Kimgadir konservativ davo, ya'ni dori-darmonlar bilan yordam bera olamiz. Kimgadir operatsiya muhim bo'ladi. Agarda sizda gemoroy bo'lsa yoki operatsiya qilishdan qo'rqayotgan bo'lsangiz, albatta konsultatsiyaga kelishingiz mumkin. Har bir bemorga kasallik darajasiga, holatiga qarab individual yondashib reja tuzamiz.
keyingi videoroliklarda har bir asoratni alohida chuqurroq batafsil ko'rib chiqamiz hamda har bir usulda qanday tavsiyaga rioya qilishlarini aytib o'taman. Albatta kuzatib boring va sog' salomat bo'ling.